sovg'alarni yutib bersin. Bizga o'xshab yayrab yashnab mana shu hukmat idishlarida shirin ovqatlarni yeb, Zebo ola, maza qiladi. Bitta narsani ayting, haqiqatmiga hali bizga har doim aldayapsizlar. Biz yangi yildan beri har kuni skaner jo'natamiz. Akbar Bu har kun skaner qiladi ekan. To'g'ri ekan, to'g'ri. Bugun maktabga bormabdi ustozlar, bu kechirasizlar, bu endi. Demak, siz Sharxondasiz. Demak, Andijon Sharxon juda ham bir tadbirkorlar yurti, yaxshi insonlar. Bilaman, men Sharxonliklarga gap bo'lish mumkin emas. Demak, sovg'alar qullib bo'lsin, yaxshi narsalarga ishlating. Mana. Bu yurtimiz albatta bizga shon shuhrat olib kelsin. Hammalarning hamkorlari sog' bo'lsin. Ijodkorlarning hammasiga ming rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Yayrab yashnashini ko'rib turamiz. Kattalar ham, yoshlar ham, hammamiz. Sizga rahmat, tashrif uchun rahmat. Sog'lom olib ketasizlar va biz juma tongida yana o'yinni davom ettiramiz. Skanerkini tezlashinglar. Bizda hozir Marvarid raqs ansambli bor sizlar uchun. Ukajonimiz Akbar Shoh uchun raqs aytib beradi. Rahmat. Hammalaringizga rahmat.